Bugun sizlar bilan til o'rganishda motivatsiyani yo'qotmasdan oxirigacha olib borish uchun 8 ta foydali neurohacks, ya'ni miya bilan bog'liq bo'lgan foydali layfhaklarni ko'rib chiqamiz. Bugun siz qanday qilib dopamin samaradorligingizga ta'sir ko'rsatishni o'rganasiz va qanday qilib miya funksiyalaridan to'liq foydalangan holatda samaradorlik bilan eng yaxshi natijalarga chiqish mumkinligini bilib olasiz. Bugungi videoni oxirigacha ko'rgan hamma uchun maxsus bonusni tayyorlab qo'yganman. Bu mana shu odatlar trackeri. Videoni oxirigacha ko'rgan har bitta kuzatuvchi mutlaqo tekinga yuklab olib, bugungi usullarni qo'llashda aynan shu trackerdan foydalanishsa bo'ladi. Keling boshlashimizdan oldin kichkinagina so'rovnoma o'tkazib olamiz. Qani, yozing. Siz uchun til o'rganishda eng qiyini nima? 3 ta variant. Birinchisi, vaqtni to'g'ri taqsimlashga qiynalasiz, qunt bilan dars qila olmaysiz yoki boshlagan ishingizni oxirigacha yetkazish bilan sizda muammolar bor. Qaysi bittasi? Hoziroq to'xtab, to'liq qilib yozib bering. Bugungi videoda asosiy sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan g'oyam motivatsiya harakatimizning sababi emas, balki uni natijasi hisoblanadi. Ya'ni, dopamin haqida gapiradigan bo'lsak, biz oldinlari qanaqa ishonardik? Xo'p, men birinchi motivatsiyam uyg'onadi, xohishga to'lib energiyaga boyib ketaman, o'shanda o'tirib dars qilaman deb o'ylardik. Lekin haqiqat shundaki, dopamin aynan ishni qilishni boshlab yuborganingizdan keyin yuqori cho'qqiga chiqadi. Ya'ni, o'tirib dars qilishni boshlaganingizdan keyin kirishib ketasiz. Yoki trenirovkaga chiqib ketishi eng qiyin joyi o'rningizdan turib eshikdan chiqib yetib borish zalga. Zalda o'sha motivatsiya kelib oladi. O'shaning uchun bizning birinchi foydali layfhakimiz shunga oid bo'ladi. 2 daqiqa qoidasi deb bu layfhak ataladi. Eng qimmat soniya boshlashdan oldingi soniya degan gap bor. Nima uchun? Chunki boshlash qiyin, lekin bitta ishni boshlab olsangiz, e'tibor berganmisiz, birdaniga kirishib ketasiz va o'zingizni to'xtata olmay qoladigan darajada qiziqib ketasiz. Buni sababi vazifani boshlab olish eng ko'p activation energy talab qiladi. Bu bizning prefrontal cortex, ya'ni o'sha miyamizning oldi qismida qarshilikni yengish uchun sarflaydigan kuch sanaladi. Ya'ni haqiqatan miya uchun eng ko'p energiya sarflanadigan jarayon bu boshlash. Lekin harakatni boshlab olganingizdan keyin maxsus progress cycle ishga tushib ketadi va siz energiyaga to'lib ketasiz. Shuning uchun bugundan o'zingizga oddiy yechim qilib oling. Dars qilgingiz kelmayapti yoki o'ylab yurgan ishingizni boshlamayapsizmi? O'tirasiz, 2 daqiqa chidaysiz. Chiding. To'g'ri qilgingiz kelmaydi, o'rningizdan turib, kitoblaringizni ochib, oldingizda narsalarni tayyorlab olishingiz uchun eng ko'p energiya ketib qoladi. Lekin 2 daqiqa o'tirasiz, sabr qilib chidaysiz. 5-10 daqiqasida dars qilishni boshlaganingizda energiya to'lib ketganini his qilasiz. Sizda dopamin ajralishni boshlaydi va siz ishga kirishib ketasiz. Shuning uchun har doim qilgingiz kelmayaptimi? Boshlab olamiz, dopamin keyin ajralishni boshlaydi va shundoq ham motivatsiya paydo bo'ladi. Ikkinchi layfhakimiz if then rejalashtirish uslubi deb ataladi. Miyamiz qarorlarni yomon ko'radi. Unga maxsus triggerlar kerak. Ya'ni ertadan kitob o'qiyman yoki listening reading qilmoqchiman degan qarorlarni miyangiz qabul qilishni yoqtirmas ekan. Triggerlarni yoqtiradi deganim nima? Ya'ni siz qilmoqchi bo'lgan ishingizni boshqa bitta harakatga bog'lab qo'yishingiz kerak. Hozir tushuntiraman. Aynan implementation intentions bizni qarorlarimizni refleksga aylantiradi. Ya'ni shundoq ham qilinish kerak bo'lgan ishni qabul qilish uchun biz shunchaki qilmoqchi bo'lgan ishimizni boshqa bitta harakatga bog'laymiz. Misol uchun, uyg'onishim bilan telefonni ochishimdan oldin reading mashqini yarim soat qilaman desangiz, demak, agar mana shunday qilsam, keyin buni qilaman degan sizda bir bog'liqlik paydo bo'lsa, mana shu miya uchun trigger bo'ladi va siz refleks sifatida shunchaki, men ko'zimni ochdim, telefonga tegishimdan oldin reading qilishim kerak degan holatda avtomatik ravishda harakatni bajarasiz. Tadqiqotlar aynan shunday if then uslubi orqali, ya'ni shu ish qilganimdan keyin bu ish qilaman yoki agar qilsam keyin buni qilaman degan bir bog'liqlik bilan rejalashtirish uslubi orqali odamlar o'ziga bergan va'dasini 2-3 karra yaxshiroq bajarishni isbotlagan. Shuning uchun bu uslubdan siz ham foydalaning. Mana siz uchun hozir vazifa, bitta odatingizni, qilmoqchi bo'lgan ishingizni, agar shu ishni qilsam, keyin buni bajaraman deb rejalashtirib ko'ring. Mana ertaga nima ishlar qilmoqchisiz? Ingliz tilini o'rganish bo'yicha yoki boshqa ish bo'yicha. Hozir izohlarda shu uslubni qo'llab, o'zingizni odatingizni yozib qoldiring. Men o'qib to'g'ri rejalashtirdingizmi yo'qmi? Albatta izoh qoldiraman. Uchinchi shunday neurohack, miya bilan bog'liq bo'lgan lifehackimiz temptation bundling deb ataladi.
Buni qoidasi juda ham oddiy. Qilishga majbur bo'lgan ishingizni yoqtirgan ishingizga bog'lashga harakat qiling. Dopamin haqida gapiradigan bo'lsak, u mana yoqimli qilib turgan ishingiz vaqtida ajraladigan bo'lsa, keyingi qilayotgan ishingizga ham sekin-asta oqib o'tadi. Ya'ni miyamiz aniq shu menga yoqadigan vazifa, bu yoqmaydigan vazifa deb siz o'ylagandek aniqlik bilan vazifalarni ajrata olmaydi. Shuning uchun sizni qutqaradigan narsa siz uchun majburiyat bo'lgan narsani yoqadigan narsa bilan bog'lash. Misol uchun, yoqtirgan serialingizni siz yoqadi, maza qilib ko'rasiz, lekin u ishlarni qilishga majbursiz. Demak, faqat u ishlarni qilgan vaqtim serial ko'raman deb bog'lab qo'ysangiz, bu sizga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi va maza qilib bu ishlarni qilasiz. Yoki ozmoqchisiz 10 ming qadam tashlashingiz kerak. Demak, sizga yoqadigan podkast yoki yoqadigan musiqani faqat piyoda yurish vaqtida eshitasiz. Hozir vazifa siz uchun zerikarli bo'lgan mashg'ulotni o'zingizga yoqadigan mashg'ulotga bog'lab ko'ring. Qani izohlarda yozing, siz izohlaringizni o'qib, boshqalar ham o'zlariga ilhom yoki g'oya olishlari mumkin bo'ladi. Yozdingizmi? Davom ettiramiz. 4-hack: qurbaqani ertalabdan yeyish. Sizni irodangiz, qat'iyatingiz cheksiz narsa emas. Siz o'ylashingiz mumkin, men yoki irodali odamman yoki irodasizman yoki juda ham samarador odamman, balki tug'ilganimdan shunaqa erinchoq odamdirman deb o'ylagan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Chunki sizni irodangiz siz o'ylagandek cheksiz narsa emas. Kortizol va prefrontal cortex faolligi uyg'onganingizdan keyingi 2-3 soatda eng yuqori ko'rsatkichlarda bo'ladi. Keyinchalik esa bu ko'rsatkich pastga tushib boradi. O'shaning uchun eng muhim bo'lgan ishlarni uyg'onishingiz bilan energiyaga boy bo'lgan vaqtingizda qilib olganingiz ma'qul. Va bunda ego depletion effekt ham bor. Bunga ego depletion effekt ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni kun davomida birinchi soatlarda siz o'zingizni yaxshi nazorat qila olasiz, lekin kechga borib mana shu nazorat qila olish ko'rsatkichingiz pastga tushib boradi. Shuning uchun bugundan boshlab shu qoidaga rioya qiling. Eng qiyin vazifani soat 11 gacha bitirib oling. Misol uchun, keyingi 6 oyga o'zga IELTS olish vazifasini qo'ygansiz. Bo'ldi, demak, so'zsiz 11 gacha ertalab 6 dan 11 gacha har kun dars qilasiz. Keyinchalik kuningizni xohlaganingizcha rejalashtiring, lekin qurbaqani ertalabdan yeng. Ya'ni eng yoqimsiz, eng qiyin narsani kuchingiz borida bajarishga odatlaning. Mana endi sizlarga vazifa. Ertaga qilishingiz kerak bo'lgan eng qo'rqinchli, siz uchun eng qiyin, eng yoqimsiz vazifa nima? Albatta yozing va ertaga kuningizni rejalashtirayotganingizda shu ishni birinchi o'ringa chiqarib qo'yishni unutmang. 5-neurohack time boxing deb ataladi. Kunni rejalashtirayotganingizda har bitta vazifa uchun aniq deadline yarating. Bu sun'iy deadline bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shu soatdan shu soatgacha qilib bitirishim kerak degan vaqt cheklovini qo'yishingiz shart. Chunki shunchaki qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni vaqtsiz yozadigan bo'lsangiz, miyangiz bu rejani jiddiy qabul qilmaydi. Neuroscience-da goal gradient degan effekt mavjud. Bu juda ham qiziqarli holat. Miyangiz vaqt chekloviga yaqinlashgan sari faolroq, yaxshiroq ishlashni boshlaydi. O'shaning uchun ham oila mobaynida bitira olmagan kursishingizni bir necha soatda ham yozib qo'yasiz. Misol uchun 14:00 dan 14:30 gacha men Mirrors mavzusida speakingga tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Bu vaqt ichida yangi so'z yodlayman, ovozimni audioga yozib mashq qilaman deb aniqlik bilan rejalashtirishingiz kerak. O'shanda miya samaraliroq ishlashga harakat qiladi. Siz uchun vazifa bugunning o'zida videoni ko'rib bo'lishingiz bilan ertangiga rejalashtirgan ishlaringizni aniq vaqt bilan cheklab chiqing va ertaga shu vaqtda ishingizni bitirishga harakat qilib ko'ring. 6-neurohack 90 daqiqalik sikllardan foydalanish. Sizning miyangiz tinimsiz ravishda fokusni ushlab diqqat bilan ishlamaydi. Siz robot emassiz va buni tan olishimiz kerak. E'tibor bering, ko'rsatib qo'ygan grafika miyani diqqatni jamlay olish ko'nikmasini ko'rsatadi. Mana grafikka qaraydigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkinki, miyamiz taxminan 90 daqiqalik ultradian ritm bilan ishlaydi. Aynan shunga o'xshash ritm bizda uyqu vaqtida ham ishga tushadi. Va 90 daqiqa ishlaganingizdan keyin samaradorligingiz pikka chiqadi. Siz tabiatdan qat'iyatli, irodali odammisiz? Unaqa emasmisiz? Farqi yo'q. Jismonan sizning diqqatingiz 90 daqiqadan keyin pasayadi. O'shaning uchun mana shu daqiqalar o'rtasida har 90 daqiqalik siklda siz tanaffus qilishni mashq qilishingiz kerak. 90 daqiqa chuqur ishlaymiz, keyin 15-20 daqiqa telefonsiz sifatli ravishda dam olamiz.
7-chi neurohack bir vaqtda o'zida faqatgina bitta ish bilan shug'ullanish. Ko'p ishni bir vaqtda o'zida qilaman, men shunaqa qobiliyatliman deb aytish aslida o'zingizni aldash hisoblanadi. Chunki har safar vazifalar o'rtasida almashganingizda attention residue yuzaga keladi. Buning ilmiy isboti bor. Har safar vazifalar o'rtasida almashuv qilganingizda, misol uchun kitob o'qimoqchisiz va bu bilan bir qatorda podkastni ko'rib, ikkalasi bo'yicha konspekt yozmoqchisiz. Bunda ishlamaydi. Chunki har safar vazifadan vazifaga sakraganingizda bittasiga fokusni qaratish uchun ma'lum bir darajada vaqt talab qilinadi va bu har ikki ishda ham samaradorligingizni tushirib yuboradi. Shuning uchun bugundan boshlab bir ishni qilmoqchimisiz, faqat o'sha ishga diqqat qaratib, bir vaqtning o'zida faqat bitta ishni qiling. Va oxirgi eng kuchli neurohackga yetib keldik. Bu frictionlarni kamaytirish. Diqqat bilan eshiting. Qaror qildim bilan boshladim o'rtasidagi masofa hamma narsani hal qilib qo'yadi. Ya'ni siz kechqurun sport bilan shug'ullanmoqchiman, ertalabdan yugurishga chiqaman deb niyat qilib yotsangiz, bu qaror qilganingiz bo'ladi. Lekin boshlashingizgacha ketadigan masofa, ya'ni ertalab turib kiyimingizni dazmollashingiz kerak bo'lsa yoki podvalda yotgan krossovkangizni olib chiqib ustini artishingiz kerak bo'lsa, mana shu masofa boshladimgacha yetib boradigan masofa cho'zilib ketadigan bo'lsa, siz ehtimol bilan bu ishni oxirigacha yetkazmaysiz. Shuning uchun har bitta qo'shimcha qadam, dars qilmoqchimisiz, ilovani yuklab olish, o'rningizdan turib nimadir oldingizga olib kelish, bularning hammasi boshladimgacha bo'lgan masofani cho'zib yuboradigan narsa va sizni qaroringizdan qaytarib qo'yadigan nozik nuqta hisoblanadi. Qancha qadam kam bo'lsa, shuncha ish oxirigacha yetkazishingiz ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun trenirovka qilmoqchimisiz, hamma narsangizni kechqurundan tayyor qilib qo'ying. Sizga kerakli bo'lgan hamma narsani oldingizga qo'yib qo'ying. Yoki dars qilishga o'tiryapsizmi? Qo'shimcha qadam qoldirmang. Kitobingiz, ish daftaringiz, hamma narsangiz oldingizda tayyor bo'lgandan keyin telefonni boshqa xonaga olib chiqib qo'yib, uzoqroq masofaga qo'yib, iloji boricha dars qilish sharoitimizni yaxshilab, hech narsaga chalg'imaydigan holatda dars qilishga o'tirishimiz kerak bo'ladi. Bu uslublarni inobatga olgan holatda, misol uchun o'zim ham o'quvchilarni chalg'ishiga yo'l qo'ymaydigan tizim o'ylab topganman. Ko'pchilik nima uchun Miss Barno B1 dan C1 ga olib chiqadigan darslaringiz platformada o'tiladi deyishadi. Chunki o'quvchilarni Telegramdan kelgan xabarlar yoki boshqa Instagram kabi qiziqarli ilovalar chalg'itib qo'yishni xohlamayman. Agar siz ham B1 dan C1 gacha mani dasturim orqali chiqmoqchi bo'lsangiz, hozir videoni oxirigacha ko'ring. Shu dastur haqida to'liq ma'lumot beraman va undan tashqari oxirigacha ko'rganingiz uchun siz maxsus tracker, odatli trackerni ham yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, dastur haqida gapirib beraman. Ekranda ko'rib turganingiz bu meni o'quvchilarimning natijasi. Bunday natijalar son-sanoqsiz ko'rishingiz mumkin. IELTS 7.5, C1 sertifikatlari. Undan tashqari overall 6.5, 7.5. Juda ham ko'p sifr imtihonda C1 oladigan o'quvchilarimiz va meni faxrlanishimga sabab bo'ladigan narsa bu ikkita farzandi bor ayollar, kelinchaklar yoki full time ishlaydigan odamlar, vaqti yo'q odamlar, boshqa fanlarga tayyorgarlik ko'rayotgan va uydan shug'ullanmoqchi bo'lgan talabalarimiz shu natijani uydan chiqmasdan qilishadi. Aslida o'zim ham ingliz tilini o'rganib, yaxshi natijaga chiqish uchun juda ham ko'p ustoz almashtirganman, yiqilganman, qayta turganman, yaxshi ish beradigan uslublarni o'zim uchun o'zim qidirganman va o'ylaymanki, agar menda boshidan to'g'ri yo'nalish beradigan ustoz bo'lganda, bu yo'l ancha qisqargan bo'lardi. Va aynan shu sababdan yetishmagan narsalarni o'quvchilarimga o'z qo'lim bilan berib, tayyor holatda yetkazishga harakat qilaman. 2026-yilda C1 natijasiga chiqishingiz uchun sizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta, birinchi navbatda bu fundament, grammatikani yaxshi bilishingiz kerak, lekin bularni avtomatlashtira olishingiz kerak. Bugungi darsda o'rgatganimdek so'z boyligi zo'r bo'lishi kerak. Listening, reading, speaking, writingda ko'nikmalaringiz yaxshi bosqichga chiqqan bo'lishi kerak. Chunki sifr kursi ham, IELTS kurslari ham darajangizni o'z-o'zidan yaxshilab qo'ymaydi. Bizga kuchli fundament kerak bo'ladi. Va agar bugungi darsda ko'rib chiqqan hamma uslublarimizni bittaga yig'adigan bo'lsak, albatta practice and learn xulosasiga kelsak bo'ladi. Ya'ni ham yangi narsa o'rganishingiz kerak, ham buni darhol amalda qo'llashingiz kerak. Aynan shu uslubni men o'z darslarimda qo'llayman. Bu uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Avvalambor tajribali ustozlar jamoasi, ya'ni sizni natijaga olib chiqishga qiziqqan, siz bilan yaxshi ko'rib shug'ullanadigan professional ustoz yordami kerak bo'ladi. Jonli darslar bo'lishi kerak va albatta to'g'ri tuzilgan tizim bo'lishi kerak. Va bularning barchasi meni yangi Upgrade English kursimi ichida bor. Diqqat bilan tinglang. Darslarimizning asosiy qismi taxminan 3 oy davom etadi. Bu 3 oy ichida sizlar bilan maxsus kitob bo'yicha shug'ullanamiz. Bu yerda 16 ta chapter mavjud.
epizod va 80 dan oshiq yozilgan darslar orqali men har bitta mavzuni chaynab tushuntirib beraman. Undan tashqari 30 dan oshiq jonli efirlar bo'ladi. Bu degani ustoz bilan siz dars davomida o'rganganingizni yana amalda mashq qilib, jonli darslar yordamida mustahkamlaysiz. Va darajangizni butun kurs davomida yana ham yaxshilashingiz uchun daily practice materials berib boramiz. Darslar qaysi tartibda o'tiladi desanglar, bizda o'quv platformamiz bor. Maxsus platformani siz ilova sifatida yuklab olsangiz bo'ladi yoki kompyuterdan kirib foydalansangiz bo'ladi. Hamma darslarimiz platformaga oldindan yozilgan holatda yuklanadi va har bitta platformadagi darsda har bir mavzuni o'zim tushuntirib berganman. Bu platformamizda top o'quvchilar reytingi tuziladi va IELTS kursida bo'lsa IELTS imtihonini to'lab beramiz va Upgrade English kursidagi o'quvchilarimni eng birinchi raqamlilari uchun sifr imtihonni o'z cho'ntagimizdan to'lab beramiz. Barcha vazifalarni maxsus o'quv platformamizga yuklaysiz. Darslarda qaysi mavzular o'tiladi desangiz, bemalol to'xtatib ko'rsangiz bo'ladi. Grammatika modulimizda aynan shu mavzularni biz tushuntirib o'tamiz. Eng muhimi bu moduldan keyingi natijalaringiz. Siz ingliz tilidagi hamma zamonlarni to'liq tushunib, erkin qo'llay oladigan bo'lasiz. Gapirayotganingizda grammatik xatolarsiz gapirishni boshlaysiz va kelajakda imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, sifr topshirasizmi, IELTS topshirasizmi? O'sha imtihonda insho yozayotganda murakkab gaplarni turishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu ko'nikmalarni biz grammatika modulimizda sizlar bilan mustahkamlaymiz. Ikkinchidan vocabulary moduli, ya'ni so'z boyligi qismida biz sizlar bilan 17 xil eng muhim mavzulardagi so'z boyligimizni mustahkamlaymiz. Har bitta mavzu ichida men sizlarga eng kerakli zo'r iboralarni tayyor qanday qo'llanilishi, qaysi gap bo'lagida kelishi, o'zimni olganda so'zlarni tuzilishini mantig'i bilan hattoki tushuntirib beraman. Aynan bu moduldan keyin siz 17 xil mavzuda eng kamida zo'r so'zlarni ishlatib ham gapira oladigan, ham insho yoza oladigan bo'lasiz. Reading va listening modullarida sifr imtihonlardagi savol turlari bo'yicha video darslarimiz bor. Ya'ni sizlar bilan parallel tarzda sifr imtihoniga ham tayyorgarlik ko'ramiz. Listening va reading bo'yicha platformamizda qo'shimcha mustaqil bajarishingizga qaratilgan ko'plab materiallar berib boriladi. Ya'ni siz bu modullardan keyin eshitgan, o'qigan narsangizni erkin tushunadigan bo'lasiz. Juda ham ko'p reading va listening uchun foydali so'zlarni yodlab olgan bo'lasiz va kelajakda topshiradigan sifr va IELTS listeninglarni boshlab olish uchun sizda yetarlicha fundament shakllangan bo'ladi. Writing modulida sizlar bilan insholar yozishni o'rganamiz va mashq qilamiz. Asosiy darslarning barchasini o'zim tushuntirib o'tganman, ammo jonli darslaringlar professional kuratorlarimiz tomonidan o'tkaziladi. Kichik guruhlarda ularni C1 darajasiga ega 4 yildan oshiq tajribasi bor, tajribali oliy ma'lumotli ustozlarimiz o'tishadi. Bundan tashqari kurs davomida men bilan 4 ta jonli efir bo'ladi, ya'ni sizni qiziqtirgan mavzularda sizlar bilan qiziqarli jonli darslar o'tib turamiz. Bundan tashqari kurs davomida mehmon spikerlarimiz tomonidan taqdim etilgan darslarni ko'rish imkoniyati bo'ladi. Eng zo'r tomoni esa kursga yozilgan har bitta o'quvchiga maxsus Upgrade English kitobimiz uylarigacha O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekinga mendan sovg'a sifatida yetkazib beriladi. Bu kitobni ichki qismini yaqinroq ko'radigan bo'lsangiz, har bitta mavzu qanchalik aniqlik va tiniqlik bilan tushuntirilganligini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun har bitta grammatik mavzuda siz yuzlab gaplarni tarjima qilishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta ingliz tili mantig'ini yaxshilab tushunib olishingizga yordam beradi. Aynan shu video orqali yozilgan har bitta odamga 2026-yil uchun aniq maqsadlar qo'yish va qolgan shu muddatni zo'r o'tkazish bo'yicha men maxsus kursimni sovg'a qilaman. Ingliz tilini 5 karra tezroq o'rganish bo'yicha video kursim bor. Uni ham aynan shu video orqali kursda joyini band qilganlarga sovg'a qilaman va undan tashqari platformadan mana shu kurs tugagandan keyin yana 9 oy davomida foydalanish huquqini ham siz qo'lga kirita olasiz. Va eng zo'r bonusga yetib keldik. Bu to'liq speaking kursi 20 ta video darslikdan, uyga vazifalar, ko'plab mashqlardan iborat bo'lgan, juda ham katta, alohida sotiladigan kursim ham aynan shu video orqali ariza qoldirib kursga yoziladiganligi taqdim qilinadi. Bular hali hammasi emas. Qolgan bonuslar haqida bilib, kursga yozilmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldiraman. Shoshilib, tezgina joyingizni band qiling, chunki darslarimiz yaqinda boshlanadi. Qolib ketib qolmang. Xudo xolasa, keyingi 3 oy ichida C1 bosqichiga chiqmoqchi bo'lgan hammani mana shu dasturimda kutib qolaman. Va eng zo'r tomoni, aynan shu
video orqali siz kursga ro'yxatdan o'tganingiz uchun eng qulay narxda joyingizni band qila olasiz. Hamma kursga yozilganlar bilan alohida darslar davomida ko'rishamiz. Qolganlarga esa videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Alohida sovg'ani yuklab olishingiz uchun Lingua Barnot Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Allaqachon siz uchun bu bonusimni tayyorlab qo'yganman. Yuklab olib bemalol foydalaning va bugungi video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda fikrlaringizni yozing. Sizlarning izohlaringizni yaxshilab o'qib, keyingi videoda balki aynan sizni qiziqtirgan savolga javob beraman. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha bye bye.